Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan awazining kündilik xəvərlərini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizə xəvərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Xitay bilan Avstraliyaning sürkülüşü iqtisodiy sohadan olqib diplomatik jang maydoniga surilmoqda. Bir qancha kundan buyon Xitay bilan Avstraliya o'rtasidagi diplomatik sürkülüş avjiga chiqib, axborot sohasining qiziq temasiga aylandi. Buningga Xitay diplomatining ijtimoiy taratqularda e'lon qilgan bir o'sak so'zi va saxta surati sabab bo'lgan. 27 noyabr Xitay Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Twitter'dagi xususiy hisobida "Men Avstraliya askarlarining Afg'oniston fuqarolari va mahbuslarni o'ldirganligidan hayron qoldim. Biz bu qilmishni qattiq ayblaymiz va ularning javobgarligini surishtirishni talab qilamiz" deb yozgan. Uning bu yozmasi dastlabda ancha bak diqqat qo'zg'amagan. Biroq Zhao Lijian 30 noyabr kuni yuqorqi abzasini qayta e'lon qilib, uning ostiga bir suratni qo'shib chiqargan. Mazkur suratda Avstraliya bayrog'i ustida bir Avstraliya askarining bir dona qo'zini quchoqlab turgan kichik afg'on bolaning geliga pichoq surayotgan ko'rinish ko'rsatilgan. Nurg'ulg'an kishilar Xitoy diplomatlarining bu uyatsizlarcha bayonlaridan qattiq norozi bo'lgan. Ular undaqda Xitoy qanchalik begunoh Uyg'ur xalqini o'ltirdi. Hozir jazo lagerlarida yana qanchalik Uyg'urlarni o'ltiryapti. Bularni nima qilib tilga olmaydi degandek savollarni qo'yishgan. Avstraliya strategiya va siyosat institutining xodimlari bir necha oy ilgari Sharq Turkistondagi lagerlarning kengayish ahvoli haqida dokument e'lon qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan bostirishning yuqori palliga chiqayotganligini ko'rsatgan edi. Bu jarayonda Xitoy hukumati mazkur institutni Amerika hukumatining kontrolligidagi dushman kuchlar deb qaralagan. O'tgan hafta Xitoyning boshqarishidagi yer shari vaqt kezdin Sharq Turkistonda bir necha maktab va cho'nglar sanatoriyasining bo'shliqdan tortilgan suratlarini e'lon qilib, dushman kuchlar fuqarolar uchun selingan binolarni lager deb yolg'onchilik qildi degan. Ammo mazkur institutning xodimlaridan Nisin Rosir bu suratlarning uzunlik va kenglik nuqtalarini tekshirib, bularning amaliyotda lagerdan 8 kilometr narisidagi binolar ekanligini, bu suratlarning o'rni deyilgan nuqtalarda hech qachon cho'nglar sanatoriyasi qurilmaganligini isbotlab chiqib, yer shari vaqt gezitining yana bir qatam aldamchilik qilganligini ko'rdik dedi. Yaqindan buyon Xitoy bilan Avstraliya o'rtasidagi munosabat izchil yomonlashayotgan bo'lib, o'tgan hafta Avstraliya hukumati Xitoyning Avstraliya askarlari begunoh afg'onlarni qirg'in qildi degan tuhmatlar uchun afv so'rashni talab qilgan. 1 dekabr kuni ئاۋازى agentligining xabar qilishicha, Xitoy xalqining Amerikada saxta saylam bilet zakaz qilganligi to'g'risidagi qisqasini ko'rinishleri ijtimoiy aloqa usullari bo'lgan YouTube va Twitterda ingliz tushuntirish bilan tarqatilgan. Hamda chet ellik jamoat fikrining diqqatini qo'zg'agan. Mazkur sin ko'rinishlarda bir Xitoy fuqarosi Amerikaning 2020-yildagi saylam biletiga o'xshaydigan bir to'p saxta biletni ko'rsatib, Guangdong shivisi bilan so'zlaydigan zavod xo'jayini bilan qanday qilib Amerikaning saxta saylam biletlarini turkumlab zakaz qilish va yo'llashni muzokara qilayotgan ekan. 应当也好像也要好几天哦，物流比较慢。发国际可以吗？我看一下，发国际好像也是走物流啊。可以走是吧？你这边费用的话多少钱打印一张？我这边现在叫人给你转。那个跟上次一样啊。OK， 好，我知道了，你再把二维码发我一遍，谢谢。然后那个还欠一点那个。知道。给我。OK， 好。Bu ikkisining dialogining mazmuni va ekranda ko'rsatilishicha, bu saxta zavod ilgari Amerikaga munosabatlik saxta saylam biletlarini turkumlab besib chiqargan bo'lib, hozir bu zavodda Amerikadagi kam deganda 3 shtatning bilet qilib hujjati bor ekan. Tayvan taratqullari Shin Mediamo manbalardan naql keltirib, Xitoyning Guangdongdagi yer osti zavodi odatda maxsus saxta talon va hisobot ishlaydiganligi. Bu yil iyul oyidan boshlab oyda 500 ming dona saxta saylam quruq biletini besib chiqarganligi. Zavod xo'jayini yer osti zavodining hozir Amerika, Mississippi, Florida va Shimoliy Karolina qatorliq shtatlarning asli saylam bilet hujjatining qilipi borligini, u qiliplarni oldingi xaridori ta'minlaganligini, agar ehtiyoj bo'lsa boshqa shtatlarning saylam biletlarini besib chiqarib berdiganligini, ammo texnik jihatdan yanada haqiqiy saylam biletida bo'lgan metal andiza va saxtalikqa qarshi loyihani chiqarmaydiganligini oshkorlab, ilgari xaridorlarning besilib tayyor bo'lgan quruq saylam biletlarini oldi bilan Xitoyning Juxay shahriga avatib, ondan davolash buyumlari, shaxsiy xatlar va savdo qatorliq nomlarni turkumlab Kanada, Meksika va boshqa joylarga eksport qilishni talab qilganligini bildirdi. Tahlil qaraganda Guangdongda besilgan saxta saylam biletlarining yerim tayyor mahsulotlarining oxirgi jarayonlari bartaraf qilinishi mumkin ekan. U xabarni tarqatgan kishilarning Trump va Bayden to'g'risida hech qanday fikrning yo'qligini, ammo demokratik tuzumning xorlanganligini ko'rishni xohlamaydiganligini ta'kidlab, Xitoyning demokratiyani inkor qilib, Xitoy fuqarolarini demokratiyaga o'ch qilishi, uning hozir Xitoydagi demokratik harakatdagi eng chong to'salg'i bo'lganligi, shuning bilan o'zining Xitoylarning saxta saylam biletlari haqida biladiganligini oshkorlashni qaror qilganligini bildirgan. 30 noyabr kuni Jિનપિંગ Xitoy Kommunistik partiyasining siyosiy idorasi yig'inini chaqirib, armiyaning cho'qim urushga tayyorlik qilishga ahamiyat berish kerakligini ta'kidladi.
Bu Şi Jinpingning 6 kun ichida ikkinchi qitim urushga tayyorlik qilishni ta'kidlashi bo'lib, bu sirtqi dunyoning diqqatini qo'zg'agan. Xitoy Kompartiyasi partiya taratqullarining xabar qilganda, Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti siyosiy idorasi 30 noyabr yig'in chaqirib, armiyadagi siyosiy xizmat nizomi, Xitoy Kompartiyasining birlashma fronti xizmati to'g'risidagi belgilama va Xitoy Kompartiyasi partiya a'zolarining huquqini qo'g'dash nizomini ko'zdan kechirgan. Şi Jinping yig'inga riyosatchilik qilib nutq so'zlab, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti va Markaziy harbiy komitetining armiya ustidagi markazlik va birlikka kelgan rahbarlikini kuchaytirishning lozimligini ta'kidlab, barliq kuchni markazlashtirib urushga tayyorlik qilish bilan bir vaqtda har darajalik partiya tashkilotlarining siyosiy xizmatga rahbarlik qilish mas'uliyatini ado qilishini, siyosiy xizmatni unumli qurilishning har qaysi taraflariga singdirish kerak degan. 5 kun ilgari Şi Jinping Beijingdagi Jingshi mehmonxonasida Markaziy harbiy komitetining harbiy mashq yig'inida qatnashganda urushga tayyorlik qilishga ahamiyat berishni talab qilib, navbatdagi bexatarlik muhiti va harbiy kurash vaziyatida yangi o'zgarishlarning yuz berganligini aniq o'ttirib qo'yib, harbiylarning xatarga bo'lgan to'nishini oshirishni talab qilgan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy davomli chet ellarga kengayib, Tayvan bo'g'ozi, Janubiy Xitoy dengizi va Xitoy Hindiston chegarasi va qo'shni davlatlar bilan doim to'qinishib keldi. Uningdan boshqa Xitoy virusining haqiqiy yuqum ahvolining yushirilishi, Xitoy virusining dunyoning har qaysi joylariga yamrab avj olishini keltirib chiqarishi hamda har qaysi davlatlarning yuqumga taqobil turish fursatidan foydalanib, maska diplomatiyasi va bo'ri urushi diplomatiyasi bilan shug'ullanib, xalqarodagi ta'sirini kengaytirishga urinishi. Bo'libmi Xitoy virus yuqum mazgilida Hong Kong davlat bexatarlik qonunini o'tirib qo'yishi, Sherqiy Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquqi daxli taruz qilish qatorliq qilmishlari g'arb dunyosini g'azablantirgan. Yaponiya, Avstraliya, Amerika va Hindiston qatorliq davlatlar Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari va boshqa davlatlarni ittifoqlashtirib, Osiyo NATO qurib, Xitoyni tizginlamoqchi bo'lgan. Noyabr oyining oxirida Avstraliya bosh ministri Morrison Yaponiyada ziyoratda bo'lganda, Yaponiya bosh ministri Yoshihide Suga bilan Endi Tinch okean rayonining tinchligi va muqimligini ilgari surish uchun ikki taraflik harbiy hamkorlikni cho'nqurlashtirish to'g'risida kelishim hosil qilgan. Xitoyning kengayish harakatlantirish kuchi og'ir o'ngsizlik uchirgan. Retragentning 30 noyabr kuni oshkorlashicha, Xitoy o'zak ishlab chiqaruvchi Simik va Xitoy davlatlik dengiz okean neft shirkatini Xitoy harbiy sanoat shirkatlarining qora tizimini qatoriga kirgizib, Amerikaning mablag' selishiga cheklim qo'ygan. Ilgari 31 Xitoy shirkati bu tizimga kirgizilgan. Shundaqla o'tgan hafta Trump hukumatı 89 awazi olam qatnash shirkatining boshqa shirkatlar bilan harbiy munosabati borligini e'lon qilib, ularning bir qator Amerika mahsulotlari va texnikasini sotib olishini cheklagan. Uningdan boshqa prezident Trump 12 noyabr ma'muriy buyruq imzolab, Amerika shirkatlari va shaxslarning kelar yili 11 yanvardan boshlab Xitoy armiyasi idorchiligidagi yoki kontrol qilgan shirkatlarga mablag' selishini cheklab, kelar yili 11 noyabrdan burun munosabatli mablag'ni qaytarib olishga buyruq qilgan. Trump yana davlat mudofaa siyosati hay'atidan Henry Kissinger qatorliq nopusliq 11 yuqori darajalik maslahatchini vazifasidan deb tashlagan. Trump yana Xitoyning tahdidiga taqobil turish uchun butun Amerikada jiddiy holat e'lon qilgan. Ba'zi tahlilchilar Şi Jinpingning yuqoridagi so'zi Xitoyning hozirgi xalqaro muhitining o'zlarini qattiq andishiga solganligini oshkorlaganligi. Trumpning qat'iy irodasi va harakati orqali Beijing Zhongnanxay allaburun Xitoy Kompartiyasining oxirlashganligini his qilgan deb qaramoqda. Egilinishcha kelar qitimliq Tibet surgun ھۆكۈمىتىنىڭ bosh ministri va 17 navbatlik parlament a'zolarini saylash uchun o'tkazilgan saylamning tunji bosqichi 2021 yil 3 yanvarda, oxirgi saylam bosqichi bo'lsa 11 aprelda o'tkazildi ekan. Tibet markaziy hukumati deb atalgan surgundagi Tibet hukumatining bosh shtabi Dharamsaladagi saylam komitetining e'lon qilishicha, jami 79697 nafar muhojiratga Tibetlik bu saylam uchun tizim qoldirgan. Saylovchilarning 55683 nafari Hindistonda o'ltiraqlashgan bo'lib, qolgan 24014 nafari dunyoning har qaysi joylariga tarqalgan. Saylam komiteti raisi Wang Dosering bir qism rayonlik saylam komitetlarining talabiga asosan saylamga tizim tuzish uchun 2020 yil 23 dekabirdan 28 dekabrgacha 5 kun muddat qo'shib berilgan. Ba'zi chet rayonlarda kishilar duch kelgan masalalarni ko'z tutib, tizim qoldirish uchun vaqt qo'shib berilganligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda nomzodlar saylam raqobati faoliyatlarini, tashviqot xizmatlarini boshlagan. Yevropa İttifaqı tashqi munosabatlar va bexatarlik ishlari siyosati oliy vakili Josep Borrell terrorizm faoliyatlarini islomdan ayirishning zarurligini, islomiy terrorizm atalg'usini ishlatishga bo'lmaydiganligini aytdi. Borrell Ispaniyaning Barcelona shahrida video konferens vasitasi orqali chaqirilgan 5-navbatlik O'rta dengiz uchun birlik rayonlik munbar yig'inidan keyin o'tkazilgan qo'shma axborot e'lon qilish yig'inida terrorlik faoliyatlarini islom dini bilan atashga qarshi chiqib, bu vaqtdagi bir savolga javob berganda, terrorlik hujumlarini epag'anlar Fransiyada, Germaniyada, Yevropada tug'ilgan kishilar. Ularning ajdodlari Shimol Afrikadan emas, Kavkaz rayoniga o'xshagan dunyoning o'xshamagan joylaridan kelgan. Fransiya va Avstraliyada yaqindan buyon maydon kelayotgan terrorlik hujumlarga sabab natija munosabat nuqtasidan qaramaslik kerak. Buning O'rta dengizdagi ijtimoiy, iqtisodiy farqlar bilan qilchi munosabati yo'q. Shuni alohida ta'kidlab o'tamanki, islom bir din bo'lib, terrorizm bilan hech qanday aloqasi yo'q.
terrorlik faoliyatlarini islomdan ayirib qarash kerak. İslomiy terrorizm atalg'usini ishlatishga bo'lmaydi degan. Yana bir tarafdan O'rta dengizining shimoliy qismi bilan janubiy qismi o'rtasidagi ijtimoiy iqtisodiy farqining zo'rayotganligini qayd qilgan Borel, O'rta dengizining shimoliy qismi janubiy qismiga qaraganda 16 hassa boy. Bu farq ozish u yoqda tursin, aksicha borgan sari zo'rayotadi. Ko'plagan masalalarning o'tirg'i chiqishining sabab bo'lmoqda deganlarni eskartgan. Xəbərlərimizi yaxtırıb kögününlərə rəhmət. Görüşkücə aman bulunlar. Xeyri xoş, Allah qamanət.